Sap-sariq bolalar, "Как тебя зовут?" desang, "Meni zovut Bobur" deb qo'yadi. Ha, Bobur, Mahmud akani o'g'li-da u. Va biz ayollar, erkaklarimizni sezib qopdik. Bularning o'zining maqoli bor-ku, erkak kishi uydan 3 qadam chiqsa bo'ydoq deydi. Ayollar ham sezib qopdi. Hozir qayerga borsa birga boryapti ayollar. Mana Rossiyaga konsert qo'ygani bordik. 70% ayollar, 30% erkaklar. Oldin teskarisi bo'lardi. Men aytdim, erkaklar qani desam, deport bo'lib ketdi deydi. Ayollar qo'ymanglar. Ketaveringlar birga. Bittasi qarang, qishloqdan shahar markaziga chiqmagan xotinni Moskvaning sentriga olib ketibdi. Ayol Moskvada bir hafta yurgandan keyin prochoskalar o'zgarib, kiyinishlar o'zgarib, eri ishdan kelsa turganmish. Keldingizmi? Xafa bo'lmang, qishloqda bilinmagan ekan. Chumo ekansiz, debdi. Og'zingga qarab gapir, nima deyapsan desa. Qo'ying, siz varki jentlmen emassiz. Haqiqiy jentlmen mana qo'shnimiz Sasha aka. Har kuni ertalab xotinini o'pib, keyin ishga ketadi. Ishdan keladi, yana o'padi. Siz ham shunaqa qilsangiz bo'lmaydimi? Siz kallang bormi? Sasha akaning xotini menga nomahram-ku.